o'zining ulug' olimu fozillari, aziz avliyolari va oliyjanob xalqi bilan butun olamga dong taratgan, ilm-fan hamda sivilizatsiyaga beshik bo'lgan Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Toshkent singari qadimiy kentlarni bag'rida jo qilgan bir diyor bor. Bu yurtni qadimda Mavaroun Nahr, hozirda esa O'zbekiston deb ataydilar. Ushbu diyordan yetishib chiqqan olim va ulamolar ilm-fanning turli tarmoqlari, xususan islom ilmlari rivojiga beqiyos hissa qo'shishgan. Shuning uchun ham bugungi dunyoning muazzam fondlarida saqlanayotgan noyob qo'lyozmalarning aksari Mavaroun Nahrlik mutafakkir olimlar qalamiga mansub. Ularning orasida ulug' vatandoshimiz, hidoyatga boshlovchi imom, musulmonlar aqidasini isloh etuvchi benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Motrudiy hazratlarining alohida o'rni bor. Mutakallimlar imomi deya sharaflangan bu siymoning asl ismi Muhammad ibn Mahmud al-Motrudiy as-Samarqandiy edi. Manbalarda allomaning qiz farzandi bo'lgani to'g'risida xabarlar bor, biroq o'g'illari bo'lmagan. Imom Motrudiy hazratlari agar men kelajakda Alloh taolo nasib qilib o'g'il ko'rsam ismini Mansur qo'yaman deb o'zlariga Abu Mansur, ya'ni Mansurning otasi deb nomlangan kunyani ixtiyor qilgan. Silsilada ikkita ustoz orqali Imom Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayhining zabardast shogirdlari sanalgan Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadlarga bog'lanuvchi Imom Abu Mansur al-Motrudiy ko'pchilik muarrixlar, ya'ni tarixchilar bu zotning hijriy 333-sanada, milodiy hisob bilan 944-yilda vafot etgan hamda islom olamida Madina-i Munavvaradagi Baqi va Makka-i Mukarramadagi Muallo qabristonidan keyin 3-o'rinda turuvchi Samarqanddagi mashhur Chokardiza qabristoniga dafn etilganini qayd etishgan. Musulmon dunyosida Samarqandning Chokardiza qabristoni o'ziga xos o'ringa ega. Uning ichida alohida Turbatul Muhammadiyin, ya'ni Muhammadiylar xoki deya ataluvchi kichik qabriston ham joylashgan. Bu manzilda bebaho asarlarni ta'lif qilgan, fatvo bergan, ilm ziyosini taratgan, o'zining hamda otasining ismi Muhammad bo'lgan 400 nafar yirik olim dafn etilgan. Aynan mazkur tabarruk makonda Imom Motrudiy rahimahulloh ham mangu qo'nim topgan. Imom Motrudiy Alloh taolo tomonidan insoniyatga berilgan eng ulug' in'om, bebaho tuhfadir. Sommes qutlug' Motrudiyshnos olim. Imom Motrudiy hazratlari juda ham kuchli ilmiy muhitda shakllangan olim hisoblanadi. Jumladan u kishining davrlari o'sha birinchi Renessans davriga to'g'ri keladi. 9-10 asrlarda Mavaroun Nahrda ilmiy muhit juda yuqori bo'lgan. Ajdodlarimiz ilmiy merosdan xabar bor bo'lgan insonlar buni yaxshi tushunishadi. Ya'ni har qanday soha, u islom fanlari, ilmlari bo'lsin yoki aqliy ilmlar bo'lsin, misol uchun insonni hayotiga tegishli bo'lgan o'sha davrga xos bo'lgan meditsina bo'ladimi, matematika bo'ladimi, astronomiya bo'ladimi, shu kabi ilmlar nihoyat darajada cho'qqiga chiqqan davr edi. Motrudiy davrida musulmon olimlar ham nihoyat darajada yuqori bo'lgan. Aytishadiki, Imom Motrudiyning ustozlari Abu Nasr Iyodiy vafot etgan paytlarida Imom Motrudiydek 40 ta shogird qoldirgan deydi. Qarang, bu degani Imom Motrudiydek ustozlar, olimlar juda ham ko'p bo'lgan bu davrda. Lekin Imom Motrudiyning ixloslari, u kishini ilm-fanga bo'lgan muhabbati, u kishini taqvolari, barcha ilmlarni mukammal o'zlashtirganligi sababli u kishini nomlari keyingi avlodga qoldi. Jumladan Abul Mo'in Nasafiy hazratlari bilamiz, bu kishi Tabsiratul Adilla degan asar yozganlar, mashhur asar. Ushbu asar Imom Motrudiyning kitob At-Tavhid asarining go'yoki ma'naviy sharhi, endi lafzma va lafz sharh bo'lmasa ham. Mana shu asarda bir qator o'sha Mavaroun Nahrdan chiqqan ahli sunna olimlarni zikr qiladilar. Va bularning ichida Imom Motrudiy haqida alohida bir fasl ajratib, Imom Motrudiy haqlaridagi maqtovlarni zikr qiladilar va shunday deydilarki, mana shu men zikr qilgan ahli sunna olimlarining orasida faqatgina
Abu Mansur Moturudiyni o'zi bo'lganda ham shu yetarli bo'lar edi. Imom Moturudiyni maqtab aytadilarki, Imom Moturudiyda diniy va aqliy ilmlar shu darajada hamohang jamlangan ediki, mana shu uyg'unlik mashhur olimlarda ham topilmas edi dedi. Olimlar ichida misol uchun mana naqliy ilmlarda juda ham yuqori bo'lgan, bo'y ko'rsatgan olimlar bo'lishi mumkin. Juda ham naqliyotda kuchli. Qaysidir olim bo'lishi mumkin, aqliyotda juda ham kuchli, lekin ham naqliyni, ham aqliy ilmlarni jamlagan, uyg'unlashtirgan olim kamdan kam bo'lar ekan. Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi aytadilarki, aqlni inkor qilish dedilar. Go'yoki shariatni inkor qilish bilan barobar deydi. Nimaga desa, chunki inson aql orqali shariatning to'g'ri ekanligini yoki boshqacha qilib aytganimizda rost shariatni, to'g'ri dinni aql orqali biladi. Biz agar aqlni inkor qilsak, aqlni hukmini yolg'onga chiqarsak, aqlni umuman hukmi yo'q deb agar biz chetga suradigan bo'lsak, biz to'g'ri dinni, to'g'ri payg'ambar, rost payg'ambarni qayerdan anglaymiz? Alloh subhanahu va taolo insonga aql berganki, mana shu aql orqali inson to'g'ri dinni anglaydi va to'g'ri dinni anglagandan keyin payg'ambarning so'zini bajaradi. Moturidiy hazratlari har qanday ilmlarni chuqur o'rgangan edilar, bilar edilar. Hattoki o'sha boshqa din vakillarini kitoblarini ham, hattoki Tavrotni ham, Injilni ham, ana shu muqaddas ilohiy kitoblarni ham, undan tashqari faylasuflarning kitoblari, hatto Arastuning kitoblarini ham naql qiladi Kitob at-Tavhid asarida. Hattoki o'sha kitob Tavilot al-Qur'on asarida, tafsirlarida u kishi astronomik ma'lumotlar, yer ilmiga oid bir qator ma'lumotlar va yana ko'plab ilmlardan iqtiboslar keltiradilar. Fizikaga oid, matematikaga oid ma'lumotlarni keltiradilar. Hatto tibbiyotga oid ma'lumotlar keltiradilar. Bu shuni ko'rsatadiki, demak u kishi mana shu ilmlardan ham yaxshigina xabardor bo'lganlar. Kitob at-Tavhid asarida Imom Moturidiy hazratlari 350 dan oshiq oyatdan foydalanganlar. Dalil o'laroq. Hozirgi kunda ba'zi o'sha Imom Moturudiyga ta'na tosh otayotgan insonlar, yoshlar Imom Moturudiyni oyatdan foydalanmaydi, naqldan foydalanmaydi deyshadi. Lekin marhamat, o'sha kitob at-Tavhid asariga murojaat qilsalar, ko'radilarki, Imom Moturidiy hazratlari qanchalik darajada naqldan foydalanganlar. Tavilot al-Qur'on asarida, ya'ni o'zlarining mashhur shoh asarlar tafsirlarida o'sha har bir oyatni oyat bilan sharhlash, oyatni hadis bilan sharhlashga shunaqa mohirona dalillar keltiradilarki, u kishini bu ilmlardan qanchalik darajada xabardor ekanligini ko'rsatadi. To'g'ri yo'lning dalili bo'lgan ilmni o'rgan. Abu Mansur Moturudi. Imom Moturidiy hazratlari buyuk siymo, buyuk shaxsiyat bo'lgan. Tabsirotul Adilla asarini o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ham ishtirok etyapmiz. Moturidiy asarlarini ham o'zbek tiliga tarjima qilindi markaz tomonidan. Va mana shu narsaga guvoh bo'linyaptiki, Imom Moturidiy hazratlari go'yoki bir tog'dek tasavvur qiladigan bo'lsak, Abul Mu'in Nasafiylar mana shu tog'ning oldida dara singari bo'lishadi. Abul Mu'in Nasafiy hazratlari nihoyatda kuchli mutafakkir bo'lganlar. Imom Moturudiyni haqiqiy ma'naviy merosxo'ri bo'lganlar kishi. Hattoki u kishining munosabatlari, u kishining ustozga bo'lgan ehtiromlarini ko'rib, ya'ni o'sha kitoblaridan Moturudiyga nisbatan hurmat o'laroq murojaatlarini ko'rib anglaysizki, demak Imom Moturidiy hazratlari yo'lchi yulduz bo'lganlar. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bekorga ahli sunna val jamoaning imomi o'laroq bu kishining nomini qoldirmadi tarixda. Demak, shu kishiga shu narsaga munosib xizmat qilganki, u kishi Allohning inoyati ila mana shu ummatni aqida borasidagi ustozi bo'lib qoldilar. Imom Abu Mansur Moturudi o'z davrida bir qator toifalarga qarshi raddiya berganlar, hatto o'sha islomni aqidasini ham himoya qilganlar. O'sha islom diniga tashqaridan turib ta'na toshini otuvchi insonlarga nisbatan ham raddiya berganlar. Jumladan Mu'tazilalarga juda qattiq ilmiy raddiyalar berganlar. Mu'tazilalar bilamiz, aqliyotda juda ham zo'r berib, naqldan qochib ketib qolib, aqlda orqali hukm chiqarib olgan o'rinlar juda ko'p. Imom Moturidiy hazratlari mana shu Mu'tazilalar mana shu jihatlarni qoralaganlar. Undan tashqari Qarmatiylarga qattiq raddiya berganlar. Qadariylarga, Jabariylarga, Jahmiylarga juda ham qattiq ilmiy raddiyalar berganlar. Tavhidda ham, Tavilot al-Qur'on asarlarida ham. Undan tashqari alohida bularga Mu'tazilalarga qarshi raddiya, Qarmatiylarga qarshi raddiya alohida risolalari ham bor. 5-6 ta faqat o'sha oqimlarga raddiya yozganlar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin va mana shu madrasa, mana shu shakllangan maktab keyinchalik Movarounnahrda shogirdlar orqali bir tizimlashtirilgan bo'lsa, shakllantirilgan, quvvatlantirilgan bo'lsa, keyin Abul Mu'in Nasafiylar davriga kelib
butun dunyoga mana shu maktab tarqala boshladi. Ayni shu davrda bilamiz, Basrada misol uchun Ash'ariylik ta'limoti, Abul Hasan Ash'ari avval shu Mu'tazila e'tiqodida bo'lgan, keyin u kishi ahli sunnaga qaytib, mana shunday o'sha ular kishi ham Mu'tazilalarga hasharaddiya berib, ya'ni aql va naql uyg'unligini ta'minladilar va keyinchalik ahli sunnaning ikkita aqidada imomi e'tirof etildi. Buni bittasi Abu Mansur Maturidi hazratlari, ikkinchisi Abul Hasan Ash'ari bo'ladi. Bu kishi ikkita joyda, ikkita qutbda faoliyat olib borishgan bo'lsa-da, lekin bir-birlari haqida ma'lumotga ega bo'lmagan edilar. Bir-birlarini tanimas edilar, lekin bir xil aqidani ko'tarib chiqishdi. Keyinchalik ulamolar mana shularning o'rtasida ba'zi juz'iy farqlar borki, bular o'sha umumiy asl e'tiqodga ta'sir qilmaydi, lekin umumiy farqlar bor deb sanashgan. Ba'zilar 12 ta, ba'zilar 30 ta, ba'zilar 40 ta. Imom Maturidiy hazratlarini bugungi kunda o'rganishning ahamiyati shundaki, biz hozirgi kunda turli xil misol uchun adashgan toifalarga raddiya berishdagi metodologiya yoki aynan islamofoblarni turli xil shubhalariga aynan Maturidiy ta'limoti orqali javob beramiz. Ulamolar mutakallimlarni, ya'ni mana shunday kalom ilmi bilan shug'ullanuvchi, aqidada o'sha aql va naql uyg'unligini ta'minlovchi insonlarni go'yoki chegaralarda turadigan posbonlarga o'xshatishgan. Chegarada turadigan posbonlar, ya'ni aynan islomni sarhad, islom aqidasini himoya qiluvchi bir zobitlar hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan xayrli ishlar, ezgu tashabbus va yangiliklar samarasi o'laroq Imom Maturidiy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. Alloma mangu qo'nim topgan maskanni yanada obod etish, bu yerni yirik majmuaga, chinakam ma'rifat manzili va tabarruk qadam joyiga aylantirish maqsadida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Imom Abu Mansur Maturidiyning e'tiqod ilmidagi eng mo'tabar va benazir asari Kitob at-Tavhid ona tilimizga o'girildi. Bundan tashqari, islom olamida mashhur ilm dargohi sanalmish Azhar Sharifda 2023-o'quv yilidan darslik sifatida o'qitilayotgan 10 jildlik alloma qalamiga mansub Tavilot al-Qur'on tafsiri ham o'zbek tiliga tarjima qilinib, xalqimizga taqdim etilmoqda. Albatta bu kabi ezgu ishlarni muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tmish ajdodlarimiz ibratli hayoti va ilmiy merosini tadqiq etish, uni xalqimizga sodda va ravon tilda yetkazishga qaratilayotgan e'tibor hamda 3-renessansni barpo etish yo'lidagi xayrli amallarning yorqin misoli deyishimiz mumkin.